Assalomu alaykum qadrli podpischilarim, xush kelibsizlar kanalimga. Xudo xolasa sizlar bilan mol bozorda videosini syomka qilamiz. Aka-ukalarimiz bugungi tushimizga kelsak, aka-ukalarimiz 19-aprel 2026-yil bo'ladi. Aytmoqchimanki, kimga reklama xizmati kerak bo'lsa, shu ekranda raqamlarga telefon qilsangiz, WhatsApp promo telefon qilsangiz ham bo'ladi. Az aka-ukalarimiz bo'lsa ekranda oldiga yaxshi joylashib olingizlar. Sizlar bilan mol bozori syomkasini taqsim qo'ldan keyincha harakatda qanchalik uzr so'raymiz. Az aka-ukalarimiz bo'lsa mol bozori syomkamizni boshladik. Bugun o'zing qancha bo'layotgan aka? 15 so'mda. 15 ming so'm. Bu qanaydir bir chalishma olmadi mana, oyoqlar katta-katta, shoxi ham yo'q. Ha? 15 ming so'm. Bozor qancha narx qildi? 12 ming so'mga narx qildi, 15 ming so'm deyapti aka-ukalarimiz. Soni ko'rtirganlaringizda. Aka-ukalarimiz ko'rtirganlaringizda 3 ta. Bu mol qancha ekan aka? 7,5 net. Bu 7,5 ha? Uchalasi ham sizdanmi? Bular qancha bu ikkalasi aka? 15 ming, 17 ming. Ana o'sa 17 ming kattaroq ha? Birisi 15. Bozor narx qildimi aka? Qancha narx qildi? 28 qilyapti ikkalasi. Ikkalasi 2800. Mana ko'rtirganlaringizda aka-ukalarimiz to'g'ri cho'tka mo'li, irg'achi, g'inojon. Buqa qochganmi? Qochmagan ha? Aka-ukalarimiz ko'rtirganlaringizda keyingi molimiz. Aka mol qancha bo'ldi aka? 10 qancha? 17 ming so'm deb. Bozor qancha narx qildi? 15 ming. Ichida balasi bormi deyman? 2 oylik balasi bor ha? Aka-ukalarimiz 17 ming so'm deyapti. Mana ko'rtirganlaringizda 2 oylik balasi bor ekan ichida. Mol tuzilishini ko'rsangiz katta cho'tka mana. Ana. Ba'zi bir aka-ukalarimiz so'ragaydi, sovumli mol chiqar, ya'ni sovlayotgan mol deb. Aka mol qancha bo'ldi aka? 20 ming so'm ha? Balachasi ham bor ha? Ha, balachasi bor ekan, oldiga. Qancha sut beradi aka bu? 2 kunlik buzoq shakar. 2 kunlik buzoq ha? 2 kun bo'lgan ekan balasi tug'ilganiga ko'rtirganlaringizda. Endi mana o'zingiz ko'ryapsizlar qancha sut berishini. Narxini qancha dedingiz? 20 ming, 18 ming savdo bo'lyapti ha? Bunisi-chi aka? Bunisi narxi qancha aka? 17 ming. No, nechinchi bolasi? Birinchisi ha? Yo'q, biri bolasi bor. Ikkinchi bolasi ha? Tamam. Ko'rtirganingizda ikkinchi bolasi ekan. Buni ichida bolasi bor ekan, tug'adi ekan. Aka-ukalarimiz mana bo'g'oz bor ekan. Ajab bola. Ichida bolasi bor. Necha oylik bolasi bor buni? Примерно. Ana. Balasini ko'rib beryapti tog'amiz. Kaç mı o? 8 oylik. 8 oylik balası bor ekan mana. Tog'amiz ko'rib berdi. Ana, ko'rtirganingizda. Mana yapta savumlar bor. Bu nechinchi balasi? Ikkinchi balasi. Necha litr sut beradi? 8 litr suti bu. 8 litr sut beradi aka-ukalarimiz. Narxi qancha ekan molda? 17,5 ming. 17,5. Bozor savdo qildimi? Qancha savdo qildi? 17,5. O'zing qancha deyapsan? 20 deyapti. 20 deyapti. Mol narxini 17,5 ming so'mga savdo qildi bozor ko'rtirganlaringiz aziz aka-ukalarimiz. Ikkinchi bolasi 5-6 litr sut beradi. Yaxshi qarasangiz aka-ukalarimiz. Aka-ukalarimiz ko'rtirganlaringizda keyingi mol ham sovumli mol bo'ladi. Aka mol qancha bo'ldi aka? Ya, do'rmayga muomala do'ra. Hazır. 30 ming so'm bu balachasi ha bu? Nechinchi balasi bu? 3-chi balasi ha? 30 ming so'm deyapti, savdo bo'ladi. Aka-ukalarimiz mana balachasi. Mana qancha sut bersa bo'lar endi? Ha? 12 litr bersa kerak. Aka-ukalarimiz 12 litr sut beradi. Ko'rtirganlaringizda mana 12 litr sut 30 ming so'm deyapti, yana savdo. Bozor qancha savdo qilgan bo'ldi? 26. Akamiz o'zi 30 ming so'm deyapti, molni narxini 26-27 ming so'm narx qildi bozor ko'rtirganlaringizda. Mol jo'sh, normal. Mana balachasi. Bu nechinchi balasi deding-a? 3-chi balasiga aziz aka-ukalarimiz ko'rtirganingizda mana mol bozorimiz xudo xolasa qo'ldan keyincha harakatda sizlarga syomka qilyapmiz. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomizni like bos, kanalimizga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Aziz aka-ukalarimiz, biz davom etamiz. Aka-ukalarimiz molni ko'ryapsiz. Torting aka.
3 oylik bo'ldi aka. Ha. 3 oylik balasi bor? Ha, bot. 3 oylik balasi bor ekan, aziz aka-ukalarimiz ko'p turganingizda molni holat chotki. Narx qancha bo'lsa aka buni? 23 ming aka. 23 ming somon deyapti ana, moltika. Bozor qancha narx qildi? 20 ming so'rayapti aka, o'ziga 20 ming so'rayapti. Yo'q, o'zini olmaymiz. Aka o'zimdan aka. O'zimdan o'rasida ko'rdim. Yo'q, Mana akamiz o'zi ko'rib turganlaringiz, mana shu akamiz molni sotyapti. Aka kelsa qanchaga beraverasiz? Ha, endi Sotilib ketami, telefon nomerni qo'yamizmi aka? yo sotiladi aka. Sotiladi, ha? Menda o'zi bu. Bo'ldi aka, tamom. Aka ukalarimiz tutdagi bergan hammasi sovuli mol ko'rib turganlaringiz. Aka mol qancha bo'ldi aka mana mol? Keng aka. Mol 30 ming deyapti. 30 ming somon deyapsiz. Bozor qancha narx qildi aka? Ikki bo'lyapti, berganimiz yo'q. 26 bir nechinchi balasi? 4-chi bolasi. 4-chi. Qancha sut beradi aka? Примерно. Endi примерно aka. Besha sov bo'ladi, ha? Qayerda mol aka bu? So'ng olamiz. Aka-ukalarimiz Kalinda mol ekan, ko'rib turganingizda 5-6 litr sut beradi, ya'ni molni qarashga aka, mana ko'rib turganingizda. Mana bolasi smetana ko'rib turgan, oyoqlari katta mana. Aka-ukalarimiz mana keyingi molimiz ham sovlayotgan mol, ya'ni balachasi bilan. Mol qancha bo'ldi apa? Kimdan bu? Ha? Bu yoqdanmi? Aka mol qancha bo'ldi? Mol qancha bo'ldi aka? 30 ming somonmi? Bu nechinchi balasi bu? Ha? Chan? Qancha dedim ha? Chiyachi. Ha? Nechinchi balasi aka? 5-chi balasi. 5-chi balasi, ha? 5-chi balasi ekan, 30 ming somon deyapti. Bozor chand narx gufti? 28 ming. 28. Bozor 28 ming savdo qilibdi. Akamiz o'zi 30 ming somon deyapti. Qancha sut bersa bu? Ha? 10 litr sut beradi, ko'rib turganlaringiz mana. Mana balachasi yotibdi, aka-ukalarimiz mana ko'rib turganlaringiz, mana. Aka-ukalarimiz ko'rib turganlaringizda keyingi molimiz ham sovlayotgan mol bo'ladi. Molning rangi oq. Necha litr sut beradi aka bu? Ha? 9-10 litr sut beradi. Nechinchi balasi bo'lsa bu? Ikkinchi balasi ekan, ko'rib turganlaringiz mana aziz aka-ukalarimiz. Mol narxi qancha ekan? Qancha? 38 ming somon. Bozor qancha narx qildi? Ha? 31. Kelingda. Bozor 31 narx qildi. Balachasi ham bor ekan, ko'rib turganingiz aka-ukalarimiz mana. 9-10 litr sut beradi dedi. Ya'ni molni qarasalaringiz beradi. Aka-ukalarimiz ko'rib turganlaringizda keyingi molimiz parodasi prostoy molmi aka, bilan parodadan iboratmi mol? Chorni pes. Sovladi mol. 5 litr sut beradi. 15 litr sut beradi. Molni kattaligidan bilsangiz bo'ladi aziz aka-ukalarimiz. Bu balasi bilan sotuvdami aka? Narxi qancha ekan buni? 40 ta. Aka-ukalarimiz 40 ming somon deyapti. Buni ko'rib turganlaringizda 15 litr sut beradi deyapti. Bozor qancha narx qildi aka? Ha? 33 ming somon narx qildi bozor. Qayerda mol aka? Havas ko'rdim mol ekan, mol tip-tikka ko'rsalaringiz ana. Sizdan sizlar ko'rsataman aziz aka-ukalarimiz ana.